Halkım sıra xudo xolasa ikki xonali arzon bahada 90% ishi bitib turibdi. Karish domda yana Zo'rida joylashgan. Ikkilanchi kredit ham chiqadi 150 million so'm pul bilan. Ustidan bahos kelishib beriladi. 57 kvadrat. Bahosini haqida aytaman. Manzilimiz bunda vokzal tarafdan kelasizlar, Damir yo'l baysasining yanında. Benden sada to'yxonaga chiqib ketib, 5 yondan chiqib ketsanglar bo'ladi. Asabzonni boshida xudo xolasa, qarlarimiz bilan hamisha tapqanlari yaxshi yillar buyursin. Qar zo'rab turibdi lekin. Ishni yaxshisidan qo'yilgan, yashimanlar remont etganda berimiz holimiz. İşten kelasizlar, o'ng tarafimizda zalimiz, natujniy patolog, gipsogardlar bo'lgan, kotellar qistilgan. 100% shifoklovkadan chiqqan. Berimiz biz spalni xonamiz. Berna natujniy patologlar bo'lgan. Berna mena natujniy patologlar bo'lgan. Bir svet qistirib, fon urib bosib berasizlar. Bir laminat pula 2 million 3 million pul ketadi. Berimiz sanuzel. Mana. Berimiz oshxonamiz. Bellarni taxlab ko'rdilar. Bahosini aytaman, bahosi bu 7-etajda lifti bor. 57 kvadrat. Bahosi 320 million so'm. Kelishadi xudo xolasa, naqd pul bo'lsa, ikkilanchi kredit ham chiqadi. 150 million so'm pul bilan. Necha zaman chiqishini bilmayman taxminan. Hali buni qaytib ham beramiz. Baribir bilasizlar, naqd pula agar naqd pul bo'ladigan bo'lsa, naqd pulni tashiman desangizlar, qaytib beramiz, garantiya. Nomerim 87lik 607 87 87. Telegram, Imo, WhatsApp hamma shunda. 87lik nomerim 87lik 607 87 87. Shuning gaplar. Lekin liftlar ishlab turibdi. Shuning gaplar. Bunga biroz pul surtgan lekin. Prinslar qo'g'anlar, gipsogardonlar yurganlar, yashimanda remont etdim dedi, lekin hozir 1-2 sabablarga ko'ra men boshlab ekan biznes shunga pul kerak bo'lib dedi. Shuni hisobini nima bo'lib turibdi? Sotaman deb turibdi. Nima prinslar yutibdi. Gaplar. Asa podpiska bo'lib qo'yinglar. Kommentarda fikrlaringizni qoldiringlar, obyektini o'qiymiz. Malik Navoiydan bo'lgan bo'lsa, yozinglar Telegramdan. Agar nomerimni saqlanib qo'yib yozinglar. Hamisha xudo xolasa siz uchun men javob beraman. Yozganlaringizga yana nima deydi? O'ngingizga qarab joy topib beraman. Alloh sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.